günlük turmuşumuzda ayrılanmaydigan hem de hemmeyle bildiğin bir sözlük var. Yani yifu, kiyim degan ma'noni bildiradigan bu söz. Yifu, hemmeyle bildirsin ama bugün muşu sözden paydalanıp her qaysi fe'llarni qo'shib o'rganib olaylik. Yani fe'l deganimiz ish harakatini bildiradigan so'zlar. Juma. Masalan, chuan yifu desek kiyim kiyish. Demek chuan deganimiz bu yerda kiyishni bildirdi. Tuo yifu desek kiyim selish. Mishadagi tuo degan so'z selishni bildirdi. Xi yifu desek xi yifu kiyim yush. Demek xi degan so'z yushni bildirdi. Gua yifu desek gua yifu kiyim esish. Demek gua degan bu so'z esish degan ma'noni bildirdi. Onun da sırt yün yifu deymiz. Yün yifu desek kiyimni dazmollash demek. Yün degan bu so'z dazmol selish deganni bildirdi. Onun da sırt liang yifu. Liang yifu degan kiyim yeyish. Demek liang degan bu so'z yeyish degan ma'noni bildirdi. Ondan başqa diye yifu deymiz. Diye yifu degan kiyim qatlash. Demek diye degan bu so'z qatlash degan ma'noni bildirdi. Onun da sırt ma yifu deganni bilamiz. Kiyim setib olish, amsa ma yifu desek kiyim setish deganni bildirdi. Undan so'ng mushu kiyimga aloqador yana qandoq so'zlarni bilsizlar, piyonchida yezib, men sizlarni qo'shib yezib avasanglar bo'ladi. Bizning o'rta saviyaning yetaklishi davomlashyotadi, do'stlar. Ya'ni bu kitobda hech qanday uyg'urcha xat yo'q. Bütün tushuntirilishi, grammatikasi bilan qo'shib, bütün so'zliklarning ishlatilishi tafsiliy tushuntirilgan. Kunda oldiga 2 soat vaqtni o'rganishga chiqardek sharoitdan bor deydigan do'stlar bo'lsanglar, menga ayrim uchur qilib qatnashib olsanglar bo'ladi. Boshpatda mening undar nomerim bor yoki o'zinglarning nomerini bevosita avasanglar bo'ladi.